Assalamu alaykum azizlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari azizlar. Bugun ajoyib bir 600 metr kvadratda joylashgan xonadonni e'tiborlaringizga taqdim etaman. Sizlardan azizlar o'tirmang, o'tirib полностью to'liq ko'rish, chunki egasini telefon nomeri ham aytiladi videoda, yozib qoldiriladi. Undan tashqari bahas ham aytiladi. Iltimos, внимательно eshitib ko'ringlar. Ko'p odam tushunarsiz ko'radidan bekara bezat qiladi. Sizlar ham bezat olmanglar, egasi ham bezat olmasa, bizlar ham bezat olmaylik. Shuning uchun внимательно ko'ringlar. Videomiz boshlangandan like bosinglar, chunki shu xonadonimizni sotib chiqargan egasi ham tezroq sotilishini istaydi. Shunning xonadon qidirib yurgan vatandoshlarimiz ham tezroq yetib boradi. Agar tanishlaringiz shunday qidirib yurgan bo'lsa, yuborib qo'yinglar shu videoni. Ko'radilar, ana o'sha bir savob. 600 metr kvadratda joylashgan manzili Urganch Xiva yo'li Brullerda shu ichana girib kelasizlar, Siniq ko'pirdan girib kelsangizlar sal ichariqda. Ko'chalar asfalt, yana ko'chalarni ko'rsatib o'ting. Ko'chalar asfalt, mahalla ajoyib bir mahalla, dinch. Eldalarim, zelonli zonalar etilgan, e'tibor etinglar, gullanaki, mevali daraxtlar kelib turibdi. Ajoyib chiroyli ko'rinishda. Bunda plus garaj qismi bor, eldalar istashkalar etilgan. Vaqt taraflar ham zo'r. Buni yana bir zo'r joyi bor, namunali joylarni ich xonimlar yana bir agar yana bir farzandingiz bo'lsa, yana bir uy qursangiz bo'ladi. Mana shunday zo'r bir yerlar bor, yana mevali daraxtlar, gullarni yaqinlashtirib ko'rsating. Yana chiroyli bo'lib turibdi yana. 600 metr kvadrat, ya'ni enini 20 eldi, uzunasini 30. Aynalar plastik ramlarına, reshotkasini qo'ygan. Azizlar, oxirgi vaqtda dim passiv bo'lib qoldingizlar. Pasif bo'lib qoldingizlar, aktivlashinglar azizlar. Evvel hakikaten canlı ko'rib tursa, bizning kanalda bilasizlar, dokument tekshirmayincha, bular bo'lmasa uy taqdim etmaydi. Shuning uchun bizning kanal chestniy kanal, hech kimni bir aldash niyati yo'q, bo'lmasa bu boshqa niyati yo'q. Shu bize eng oliy maqsadimiz shu uy olayotgan vatandoshlarimizni xavfsizlikni ta'minlab, nima deydi bir adlarni o'tirib ham berishimiz mumkin. Agar bizlarga chiqsangizlar, misol murojaat etsangizlar, o'zlarimiz dokumentlarni taxlab, birma-bir qarzlarni to'latib ham o'tirib beramiz. Yo'q, o'zlarimiz taxlaymiz desangiz, obязательно o'zingiz kelasizlar, egasi bilan gaplashasizlardan kelishib sotib olaverasizlar. Kelavering esa kirib boraveramiz, mahallani ko'rsatdik, manzilni aytdik. Bahosini videomiz davomida aytamiz, yana bahosini izlab egasi bilan gaplashib kelishib bering dedik. Kelishib beringlar dedik. Qimmat aytganim mana yo'q dedik. Xudo xolasa videomiz davomida aytib o'ynaymiz. Ko'chadan kirishimiz yana garaj qismi naveslar aytilgan. Arqangizdan gaz o'chiruvchik elektrik soqovchi adli avtomatlar qo'yib o'tilgan ekan bu yerda. Ko'chani ko'rishadi. Yamanda beruvchi adli suvda salmadan suv ham keladi ekan. Xolasizlarmi deyman? Vodoprovod mu, skажем mina. Açılığa, bax tərəfində bemalol suv verəsizlər. Yollarımız ham stяжкаlar etilgan. Onda Kaladovka hacatxanası biləsizlər, özü nümunəli joylarda hammasi bir xil. Yamanda yana bir də tapşanət ko'p qilajak. Bemalol yozgi kunisi o'tirib, yamanda yana bax tərəfə e'tibor etinglar, üzümlər ekilgan. Mevali daraxtlar ekilib turibdi. Uje tayyor holatında. Xonli joyimizning orqa qismidan ko'rinishi. Shuni ko'rinishda. Selarraktan shunday bir uyimiz bor. Bu 860 milyon so'mda izle. Bu arzondan, arzon. Hem de bu xonadonimizni dokumentlari, ya'ni kadastr hujjati bankda turadi. Sebep kredit alingan. 90 milyon so'm kredit qolgan. Bu kredit shu uyning pulini ichida beklab beriladi izle. Hazina ko'chadan girishimiz, dalanimiz, ya'ni hol. Ko'chadan girish oyoqlar afillar girishimizda rakaynalar o'rnatilgan. O'ng qo'limizda xonadonimizni qizdirib beruvchi Vitech firmasini настенник ochqo'llari plus suv ichish qozonlari o'rnatilgan. Shuni ko'rishdan registrlar o'tilgan. Doğrumuzda zal, ben qo'limizda, o'ng qo'limizda kuxnyasi, yan tarafı ise 4 tane xonasi bo'ladi bizda. 3 medi. Yani 3 tane xonasi keyin sanuzuli bo'ladi ekan, girangi shundan ko'rsatib beramiz. Unda yana xonalar kichkina emas, hammer laminat pol, hammer fonda turibdi, lekin akkuratni, uni blajurni aytilib chizilib yotgani yo'q. Razmeri ham azizlar, bu xonamiz 3,5 6 metr. Shuni ko'rinishda. Yan tarafımızdan kattalanib bo'lganidan so'ykinam yoqamiz, kichkina baloqlar attirgan, alashtirmaysiz.
Razmerimizde 3 yarıma, 4 yarım. Bekleme. Keyimde bir xanası var, bu xananı gösterip etmemiz ilk bu narsalar durğanlık sebebini gösterip oturmamız. Vam şu razmerde bir sert kichkinaroq bo'lishi mumkin. Endi esa xonadonimizning zal qismi bilan tanishib o'tamiz. Zal ham kichkina emas, keng 5-6lik zal bo'ladi menimcha, 5-6lik zal. Laminat pol, iPhone'dan chiqarilgan, plus perdeler, ajoyib etib lyustralar o'rnatilgan. Shuni ko'rinishda zal qismimiz, aşağı qismini ham bir ko'rsatib o'tayım. Plus bir yerda kuxnyamiz, kuxnyani o'zini e'tibor etasizlar. Kichkina emas, 4-6 metr izli. 4-6lik kuxnya. Уже keng o'tirsa bemalol o'tirib ovqatlanib, choy ichadigan joylar. Ajoyib. Tayyor holatida aynalar aytganimdek hammasi 100% plastik ramlarından. Plus aranında o'zi aslında ayvona chiqilar edi. Ayvonni egasi olib tashlab, kladovka etibdilar. Mana bu ko'rsatib o'tamiz. Sizlar uyimiz bahasına to'xtalamiz. Uyimizning bahası 790 milyon so'm aytilib turibdi. 90 milyon so'm krediti var. Şu 790'ı berasizlar, şu kreditini beklab beradilar shunun içinde. Yani şu kredit için 90 milyon, deneyimiz şu 790'ın içinde. Egasi bilan gaplashdik, yana aytdim, arraqam shunday bir uy chiqarib berdik dedim. Bahasını 860 deb qo'ydik. Buni shu sababli arzonroq qo'ying dedik, yine 790 milyona qo'yildi. Bemalol murojaat etib kelaverasiz. Ekranlaringizda egasining telefon nomerlari ko'rsatilgan. Agarda sizlarga bizning xizmatlarimiz qiziqtirsa, siz ham uylaringizni reklama berajak bo'lsangiz 91 094 27 27 raqamlarni telefon etasiz.